emas. Tushundingmi? Kallam joyda qaysi kalla bilan dalga yop, triyalongacha birini eriga jo'natding o'zingni. Vannaga tushib, Amina teshigigacha kalla joyida deysan, yipan o'tdi. Yo'q, hozir mana shu yalang'ochini akasiga jo'nataylik. Qani nima qilar ekan? O'zi shundoq ham sochidan biladi, qaysi salonga kirding deydi. Nasiba degan yangi salon ochilibdi degan. Boringlar deb taklif qil o'rtoqlaring. Jalaplar bo'lsa aytsin, jalaplarning saloni ekan degan. Xo'pmi? Ol, qo'lingni ol. Kesmay boshqa bo'lar-da. Xo'p, qo'lingni ol. Yo'q, qo'lingni ol. Ol qo'lingni. Ota-ona qilmang, iltimos sizdan. Bu yoqqa qara, soching nariyog'ini tegirlab, to'g'irlab qo'y, bu yoqqa qara. O'zi isqirtliging ushlayotganingga rahmat degan, sendek isqirtlarni qo'limni ham tekkizmayman Nasibaga. Tushundingmi? Hozir men ishimni qilib chiqqunimcha 5 minutda chiqaman. Agar bitta narsani boshlaydigan farzandlarim yetim qolib ketmasin. Doktor bo'lsam, dadam o'xshagan kasallanib qoldi. Dadam kasal bo'lib qoldi, jigar tejyoz. Namangan viloyati Chustman Og'izroq qishlog'idanman. 1990-yil tug'ilganman. 2019-yildan beri shu kasallik bilan olishib kelaman. Doktorlar oxirgi darajaga yetib kelgan deyishyapti. Almashtirmasa bo'lmasa ekan. Qo'linglardan kelguncha yordam qilinglar. Mendan qaytmasa Allohdan qaytsin. Oilada bitta boquvchi manman. Shu farzandlarim yetim qolib ketmasin. Iltimos qo'ldan kelguncha yordam qilinglar. $30,000 mablag' yig'ish kerak bo'lyapti ekan. Do'stlar, mana shu qizlar ham yetim bo'lib qolmasin. Bitta qizimiz 12 yoshdalar, bittalari 6 yoshdalar. Shu qizlarimiz ham sizlarning haqlaringga duo qilishadi. Sizlar mana shu akamiz uchun 5,000-10,000 so'mdan bo'lsa ham ehson yordamlaringni qilib o'tib ketinglar. Nafaqa ehsonda yuragimiz urib turganda, hayot bo'lib turganda qilib olaylik sizlar. Yaxshiliklarni, ezguliklarni hozir qilaylik toki olamdan o'tgunga qadar. Ertaga qiyomatda mana shu zarracha qilgan yaxshiligim menga foyda keltiradi deymiz. Shuning uchun ham imkon borligida azizlar sadaqa qilaylik. Imkon borligida yaxshilik qilaylik, infoq qilaylik. Qo'yni siniqlarga, qo'ynini ko'tarishga infoq qilishlikdan hech charchamaylik. Farzandlarim yetim qolib ketmasin. Doktor bo'lsam, dadam o'xshagan kasallanib qoldi. Dadam kasal bo'lib qoldi, jigar tejyoz. Namangan viloyati Chustman Og'izroq qishlog'idanman. 1990-yil tug'ilganman. 2019-yildan beri shu kasallik bilan olishib kelaman. Doktorlar oxirgi darajaga yetib kelgan deyishyapti. Almashtirmasa bo'lmasa ekan. Qo'linglardan kelguncha yordam qilinglar. Mendan qaytmasa Allohdan qaytsin. Oilada bitta boquvchi manman. Shu farzandlarim yetim qolib ketmasin. Iltimos qo'ldan kelguncha yordam qilinglar. $30,000 mablag' yig'ish kerak bo'lyapti ekan. Do'stlar, mana shu qizlar ham yetim bo'lib qolmasin. Bitta qizimiz 12 yoshdalar, bittalari 6 yoshdalar. Shu qizlarimiz ham sizlarning haqlaringga duo qilishadi. Sizlar mana shu akamiz uchun 5,000-10,000 so'mdan bo'lsa ham ehson yordamlaringni qilib o'tib ketinglar. Nafaqa ehsonda yuragimiz urib turganda, hayot bo'lib turganda qilib olaylik sizlar. Yaxshiliklarni, ezguliklarni hozir qilaylik toki olamdan o'tgunga qadar. Ertaga qiyomatda mana shu zarracha qilgan yaxshiligim menga foyda keltiradi deymiz. Shuning uchun ham imkon borligida azizlar sadaqa qilaylik. Imkon borligida yaxshilik qilaylik, infoq qilaylik. Qo'yni siniqlarga, qo'ynini ko'tarishga infoq qilishlikdan hech charchamaylik.